Hammaga salom, kelajak ko'ruvchi investor ikkinchi bob. Boshlaymiz. 1 yil avval. Poligon minometlar otish uchun X-polk, X-diviziya. Kanjanu, hayol surishni bas qil va yaxshilab eshitgin. Bazaga qaytganingdan sendan bu narsa haqida so'rashadi. Ridovoy Kanjanu, xuddi shunday. Ha? Burgut? Ular har doim shunday ko'ringanmidi? Shuka. Nima? Nima edi bu? Hoy, sizlar ham burgutni ko'rdinglarmi? Qani? Hozirgina boshimiz ustidan uchib o'tdi-ku. Men ismini ko'rganim yo'q. Axir qaytib, buni shunday katta narsani ko'rish mumkin emasmi? KM 188 portlash. Nima bu? Qo'shimcha hayotni texnologiyalarimi? Axir oldingi mashg'ulotlarda bu narsa bo'lmagan-ku. KM 188 portlashi. Nahotki. Hattoki hozirgi payt ham ayta olamanki, qachon odam o'zini instinktlik darajasida his qilgan paytda o'zini hayotda xavfli ostidaligini yotinglar. Uni badani, uni miyasidan tezroq ishlaydi. Sen rostdan ham omading ketdi. Hatto sen ham juda yaqin bo'lgan bo'lsang ham sen jarohat yemabsan. Bu nojo'ya hodisada juda ko'p odamlar o'ldi. Lekin bunaqa g'ayrioddiy tasodif sababli men tirik qoldim. Doktor nima dedi? Bu seni avariya orqali paydo bo'lgan travma. Ozgina xotira unutishi bor. Juda yaxshi javob emas ekan. Qanday vaziyatga qaramaganda ham, sen buni 2 marta his qilgan bo'lsang, bu tasodif emas. Bu super qobiliyat. Super qobiliyat? Taxmin qilamizki, sen rostdan, sen to'g'ri gapiryapsan. Lekin sen nega bu narsaga juda oson ishonding? Hech qachon esingdan chiqarma. Meni har doim yoshligimdan anime ko'rib katta bo'lganman. Hattoki hozir ham men oldimda kichkinagina chiroyli elf qiz paydo bo'lsa ham, men bu narsaga ishonaman. Mayli, endi ishga o'tamiz otakgu. Ishga? Meni qismim 1.24 milliard won. Nima? Qachon sen o'zingda Lutin personajingni sotgan payting, sen meni ham kichik darajali personajimni ham sotding-ku. Demak, 11,000 bandcoindan sen olgan 1,000 bandcoin meniki edi. Bu degani taxminan 9.1%, seni 13,5 milliard woningdan. Agar sen menga bu pullarni bermasang, men seni hamma kichkina figurkalaringni yoqib yuboraman. Axir sen menga o'zingda personajingni bermoqchi emas eding-ku. Endi sen menga tasdiq qilyapsanmi? Va har qanday vaziyatda ham, agar xohlagan bo'lsam ham, men senga seni qismingni bera olmayman hozir. Soliqlar bilan ishlar bor. Kutilgandek. Xullas, endi sen offshore zona yoki shunga o'xshagan narsa yaratmoqchimisan? Qayoqdan bilasan? Sen uni esingdan chiqardingmi? Men axir ekonomist bo'lmoqchi edim-ku. Offshore zona. Bir qismi yer kichkina yoki 0%lik soliqlar bilan biznes uchun. Meni opam aytdiki, soliqlar bankcoin'da sotishidan milliardlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun men offshore zona Della orolida yaratdim, bu Amerikada. Va bizning kompaniyamizni OTK kompaniyani registratsiya qildim. Bu nomi Atakumi? OTK. Yo'q, bu anglatadiki OTG ahmoq. Har qanday vaziyatda ham endi faqatgina kambag'alliksiz boylik va ishsizlikni mazza qilib yashash payti keldi. Axir sen bu bilan har doim shug'ullanmaganmisan? Oson bo'lmasa kerak-a, o'yindagi narsalarni sotib hayot kechirish. Sen nima deb o'ylaysan? Bu narsalar bilan hayotga pul topish shunchalik osonmi? Bu narsaga qaramasdan ham Bitcoin bu ishni rezultati. Mayli, tan olaman. Mayli, cho'zib o'tirmayman. Seni 13,5 milliard woningdan sen o'zingni 1.24 milliardini olasan. So'z beraman, men OTQ. Albatta men senga shu pulni o'tkazib beraman. Demak, men o'z xizmatim tugagan kuni meni o'zimni g'ayrioddiy hissiyotim va meni ahmoqona lekin ishonchli do'stim sababli men 1.24 milliard won oldim. G'ayrioddiy 500 million won. Xursand bo'lma vaqtdan oldin. Men eslatib o'tdim-ku. Hozir men senga hamma pulni berib ola olmayman. Men bilaman. Agar sen menga bu pullarni bersang, bu sovg'a deb hisoblanadi. Shuning uchun qachongina u pullar offshore zonadan chiqib Koreyaga kirgan paytda ulardan 20% soliq olinadi. Va qancha kattaroq summa bo'lsa, shuncha kattaroq soliq stavkasi bo'ladi. Sen rostdan ham bu narsada bilarkansan. Boshida men senga 500 million beraman. Keyinroq opam orqali bir yo'lini topib senga qolgan 740 millionni berib yuboraman. Iltimos, ozgina kutib turgin. Ish qilib bu hammasi tush bo'lmasin ekanda.
Endi nima qilsam ekan bu pullar bilan birinchi vaziyatda? Balkim onamni ishdan ozod qilsam ekan va ularga yangi kiyim olib bersam ekan. Shu. Xullas, biz savdo-sotiqni boshlaymiz. Bu nima degani? Sen nega menga o'zingni kirlatang bilan tekkizayapsan? Men juda afsuslanaman, kechiring. Nima bo'lyapti? Hamma narsadan oldin men ariza qoldirmoqchiman sizlarning magaziningda. Uni qoldirmasimdan oldin tiz cho'k va mendan kechirim so'ra, hoziroq. Bunga ishonishim mumkin emas. Bizda paytlarda hali ham shunday odamlar bormikan? Sen bilasanmi bu oyoq kiyim qancha turishini? Agar sen hattoki 1000 marta bu pollarni yuvsang ham, sen umr bo'yi bu narsalarga pul yig'ib ola olmasding. Iltimos, kechiring. Kuzatib ola olmadim. Nimani kutyapsan? Tez cho'k. Bo'lishi mumkin emas.